Alloh taolo bandalarni sayohat qilishi, sayr qilishi, safar qilishligi, uning ne'mat va yaratganlaridan ibrat olishga buyurib, Qur'oni Karimda Ankabut surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'al xalq. Ey Muhammad, ayting, yerda sayr qilib, safar qilib, Alloh qanday qilib yaratishni boshlaganini ko'ringiz deb ayting. Ummat safarga chiqsin. Safarga chiqishni natijasida nima bo'ladi? Allohning yaratganlarini ko'rib bizni hayratimiz oshadi. Biz o'zimiz yashab turgan joydagi tabiatni ko'ramiz, odamlarni ko'ramiz. Sayru sayohat qilgan odam qancha narsani ko'radi, qancha mo'jizalarni ko'radi, tabiatni ko'radi, yangi bir odamlarni ko'radi, o'ziga bir yangi bir taassurotlarni paydo qiladi.